Assalamualaikum tuğanlar. Bugün Qadamjay qo'm uloqi boshlandi. Islom polvon saldi. Birinchi so'rin. Serke. Qarishqir o'xshaydi. Bugungi ma'raga yetkirgan Baybota polvon keligiz. Abdurash polvonni olib, mana bilan qaytib qo'ysangiz bo'ladi. Xitoy mana Abdulakdan Jo'rabekdan bandit degan ota. Yegilik. Assalomu alaykum. Xalqsaqdan kelgan polvonlar. Qo'shnichida polvon o'tuvchi Qadamjay qavmi to'ydan qaydirganda topgan. Mana shu uyushtiruvga rahmat. Sizlarga tay mashallah boshingizda bo'lib yuraversin. Tay mashallah yaxshi to'ylar bo'lib yuraversin. Rahmat polvon yegilik. Baybota assalomu alaykum. Mening qanday ishda yaxshi? Bugungi ma'raga yetkirgan Odil polvon. Baybota birinchisidan saldinga deb ne olib ketdi? Qaytmasdan Botir polvonni balasi. Bu ot Salyonatu ha? Qaytmasdan Jo'rabek Bayto'raning Juda bo'lakcha formada ot ha? Bayto'ra degan oti. Qutlug'taymiz mana 2000 so'm. Birinchi jangatpa. Polvonlar Ikkinchisi o'ta kulug hamchilga o'xshaydi. Qattiq chiqdi ha? Chiqishi ham yaxshi. Yaxshi ekan. Alaykum. Hayda yarat. Yaxshi ekan. Qadamjay qavmi ham Alloh rozi bo'lsin. Shu vaqa borib solg'ishqanlardan Alloh rozi bo'lsin. Doim shunday to'g'ri bo'ladi. Shu qizning o'yini Xudo hech qachon to'xtamasin. Amin. O meni aytganingiz kelsin. Yuragingizda shunday Uchinchi so'rindi. Odil, so'rin qilib bo'lsin. Bu ba chop jirganlar oting ekan-da? O'zingizdan bo'ladi ha? O'zingizdan ko'pdan beri chop otasizmi? 2 yildan beri chavoda. 2 yildan beri-mi? Nazir Hoji naqda. Nazir Hoji degandi naqda ekan. Keldingizmi? Keldik ha. Şaşılыңızlar, barыңыздарга omad, barыңыздарга ийгилик. Jo'qorqi ma'radan ildiyqi ma'raga tashlagan Baybota polvonning serkesini olib kelgilar. Oti Jo'rabekdan bandit degan oti bilan ildiyqi ma'raga serka oldi Baybota polvon. Baybota otmay kelishib qolgan o'xshaysizlar? Ot yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Ot zo'r ekan. Bugun uchinchisi? Uchinchisi. Aytarkan shahar tuman ta'minotning direktori Tolvay ekan otni. Jo'qorqi ma'raga 5000 so'm Tolvay ekan otni. Aytarkan shahar tuman ta'minotning direktori Tolvay ekan otdan 5000 so'm. Bir qo'y. Ildiyqi ma'raga yetkirgan Hasan polvon. Erbidan Oltinojining Qaragel degan arg'umog'i bilan
2000 so'mga yetkazdi. Barakalloh bilan. Polvon odam haqqin, egilik. Jo'g'origa 5000 so'm to'lg'ay ekan. Haydarkan shahar islohot kombinatining akaning 5000 so'mi. O'yinni maraga yetkazgan Madash bo'lgan. Bizning mehmon bo'lgan Jallovat o'rnasidan kelgan Madash bo'lgan. Aslidagi mengamat Haydarkandan Azamat Zimagin Qadar degan oti bilan 5000 so'mga yetkazdi. Madash bo'lgan. 5000 so'm. Barakalloh bolam. Mana bizning bolalarga, Haydarkanning bolalarga bir o'zingiz yaxshi holatlarga aytib Assalomu alaykum. Jamoat ular zo'r bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Mushtar odamlarga. Men aytdim Alloh taolosi, Alloh taolo aytib bersin. Tilgan bo'lmasa sotadi. Betar bergan bo'lgan, amaltir bergan, Madash bo'lganning ukasiga. Jallovatdan keldinglar-ku? Jallovatning qayerdan? Changakdanmi? Jallovatdan beri palvonlar kelib turibdi. Bular o'z Jallovatdan kelgan atshul Haydarkanga. Sizlar satdinglar bile? Jana eskimilar? Azamat Zudnoy deganda nariga ot ekan. Qo'ylar zo'r ekan. Shu balon az 5000 so'mga so'ragan. Oldinda tag'in. Aslidagi mengalar. O'rnidan Tursan akasining ziyat tadigan oti bilan Boyalajining bir qo'ylasi oldi. Mana bu. Tuyg'u Alman polvon saldi hozir. Mana bizning Haydarkan o'zlarining o'zimizning qizimiz, o'zimizning qarindoshimiz, otchisi, o'sha qarindoshimizdan do'stlar, atla bir joyini bitta tasavvurlaydi. Öndeki narada şartlıca tarvan, Alman'da tarvan. Gelin buna özgüvenliler bizge polutiyle geçmek. Assalamualaikum. Efendim, şu bölgemizde sakşı olsun ha. Hayır, elimizden ötümsüz kolaycılık olsun. Belini boşaltma. Bilginlik sana. Bir qo'y, o'lik nasıl? Sorun quluq basın Alman. Bir qo'yga saldı. Qaysil palvon bu lay? Ay boy, eleman Mingbayevda ketdi. Jo'qorqi aylantirib olib kelamiz, torpoqda olib kelamiz aylantirib. Tashlamaymiz. Ay. Yelaman polvon So'rg'on 5000 Öndeki mağaradan Meydanlı Maraga getirgen Yelaman Palvan Asımdağın Mengenat Koca Yusuf Aga'nın Maksum Aga'nın Amcan degen atı bilen 500 so'mga yetkazdi. Yelaman Palvan Palvanlar sorun koyulgan cevap çağırtırasılar. Meydan Kumaradan Öldüğü Kumaraga yetkazgen Palvan Temir Palvan Zamira'nın Mehmet Temir Palvan Asımdağın Mengenat Vargandan Juman Aga'nın intelligent degen atı bilen 5000 so'mga yetkazdi. Yaşar Palvan
5000. Ayda polvon ayda munosabatchi. Temir bu qaysilat? Temir. Saydan. Emlaka Juma ekan. Juma aka chiqib qanday chiqish? Uloq yurish qanday oldi bugun? Uloq kuchli bo'ldi aka. Kuchli bo'ldi-da. Uloq bo'lmay polvonning bardigi kelgan o'xshaydi. 5000 so'mga olsa. O'zing yerdan olding toza? Kashdan oldim aka. Ha, kashdan olding bu. Ha. Gap qoldi. Gap qolgan. Igilik jash polvonlardan aytar ekandan hozir qattiq chekib keldi. Igilik Temir. Polvonlar Jo'g'origa bir avtoma. Qaysi polvonga nasib qildi ekan. Bu uloq polvonlar sog'inib qolibdi. Nurlan Temir o'tdi. Qaynayotir-ku. Turqat жүреді. Talay polvon kelib turdi. Söleş qağda. Zor bu da. Zor bu ekan da. Timsop chiqadimi? Nasib qilgan, ha? Nurlan probkada turib qoldi. Onu olaylar. Bugün Ayderken'ge Talay balban keliptir. Talay, assalomu alaykum. Keldinglar-mi? Bu uloq jo'qliqdan uloqchilar bardiq jerga borganmi deyman hozir, ha? Shunday qoldi. O'zi negiz har bir odamning bir demesi bo'ladi ekanda Talay. Yıldıızı jangan. Hozirgi uchurdagi eng yıldıızı janganlarning biri sizlar bo'ltasizlar deyman o'sha tarafda. Bilmayman aka. Qo'ldan kelishincha harakat qildim. Qo'ldan kelishincha. Qanchанчы yilqisan sen? 98 aka. 98sin ba. O'tganda Bayishniyaz qadar orqa qashda beryaptың sen, ha? Bayishni. Negizi bugacha nemiz ba Jo'dar polvon deb o'ta kuchli polvonlar kelib, cho'ng so'rinlar tashlab ketganda. Hozir ham o'sha tarafda engil oldingi polvonlarning biri shu polvonlar bo'lib ketganda. Talay degan Furqatdan, ha? Bir uloqda shu 3 cho'ng so'rin solganlarini ko'ryaptim bir nimada Furqatda, to'g'ri.
Kecha 5-5'ga o'ynadingmi, o'ynadingmi sen? 5-5 oynadım. 5-5 o'ynaysan, to'liq alaman ba. Bu yilgi yegiliklar qanday bo'ldi, tavay? Bu ligilikler zor bo'ldi aka. Zor bo'ldi. Millete zor bo'ldi. Bu toza bo'lgani uchun men yaxshi bo'ldi. Anan uloq toza bo'lganligi uchun jerga ishlagan balдар ham bog'lanib qoldi deymi, nasıl tavay, ha? Shunday bo'ldi-ku deyman aka. Murda ham teke, jip bo'lib ko'p palvonlar bog'lanmay qolyapganda. Bunday aytganda qarabay mel sal men oldu. Ne bo'ldi? Anam uloqni cho'ng sorunlarni qaysi yildan tashlay boshding bugacha? Men 11'de tutayotganda shu taytashgan shundan boshlab ulanib keldi. O'shandan boshlab o'yla cho'ng jiyinlarga. Talay-talayda. Hozirgi uchurda eng oldin hatto o'zi barliq narsa niyatga jarasha bo'ladi deb sekin-sekin bardig'i bo'laveradi ekanda. Aka, to'g'ri aytasiz. Bayog'i niyat qilganing hali jetibsin-da, qisqasi. Otlar ham orqada tizilib, ha. Shukur aka. Talay baba, bu qayslat? Bu o'zim bir ton akam Jamal aka Jamal. Jang oldinglar va? O'zim bir ton akam oldu. Oldu. İyilik talay. Rahmat aka. Ortada bek olsun balvan direk. Balası Seymak Balvan çoğur kumariga avtoğuna. Bir hafta ona salıp koydu tuğanlar, Simik balvan. Kadamcay'dan Lingen Ata. Kadamcay'dan Legenda. Kamal Akan'ın atı. Legenda. Gel yakınına. Kemal palvandan. Kamal Balvan'ın Kadamcay'dan Legenda atı bilen Zoğuru mağaraga jetkirgen Can Korgun'dan Seymak Balvan. Pahalı otelekler'de. Kemal biraz çakır ha o maçtan nasıl? Çakır biraz. Assalamualaikum. Kemal! Hadi. Şunu uyuşturucu sizlerle de fotoğraflar. Şöyle bizimkiler yemin ederim Mustafa sizden Allah razı olsun. Topalın dağlardan, yaşlıklardan vurursun. Şu Aydaken konundan unutamalı kaçmayın. Oradan şuna toylar toy en başındaki gidiyorlar. Koyun. Bir hafta ona. Adabatı kulluk olsun. Dileğinden küçük ettirsin. Arda'yım şunda iyiliklerge, yaşlı günlerde iyiliklerge жетişip жүрер. Amin. Yaratın Allah'ın özü koldu. Adam attılar, jigitler. Kulüstü ko'tarib qo'y Simik. Qanday mashina? Lanos bu. Valla bir yakta. Qaysi? Simik balvan hozir bir hafta unaqa salib oldi. Simik qanday chekibdi? Aytaymi Kamalga? Simik qanday chekibdi? Ha? Yerden oldu. Ha, yerdan oldingmi? Bu boyagi o'zing sotgan legenda ekan Kamalga, ha? Simik, ha? Ha, mana to'g'ri. Hafta una nasib qilib turgan ekan. Allah'ın hafta unasını saldım sallardı. Kemal balvandan arıqlar. Kemal aka. Kemal aka. Maşinani aldı Simik balvan. Ne bu Kemal aka ot bil birinchi sezon birinchi yil yemi chiqdi o'xshaydi. Ha, bu yil chiqdi uloqa. Baqqanda taptirda bir suyuldi ba. Hayır, nasipken saldı suyma. Nasibdan sağ ol. Allah'ını saklayın terini beni kino var. Çongaradan Arap'ta ağacının karıştı degen atı bilen Bayramбек Balvan Jogorku mağaraga bir koyla jetkirdi. Sorun duyup olsun. Ortada kimler var ortada?
Ya Altın aka! Ya Altın aka! Ya Çıngiz akani qarang'ida. Çıngiz. Ha? Aka olsa qutulaveradi. Ma ikkita talay qarach. Mana bu jamani o'xshashganda. Na qara da qacha. Siz qarab qo'y. Eko egiz ekan. Biri talay falan, biri adil falan. Nimaga keldi? Qo'rqoq go'voq. Tashlat! Oltin qurg'a salib oldi-ku, Boyboto deydi. Bugun Boyboto olmad, qattiq chapdi-ku deymi? Bekbot polvon krasavchimi? Jo'razachi qattiq duo qilding-ba. Krasavchi ekan-a? Bekbot. Oltin qurdi ko'tarchi bir. Nechinchisi olib ketdi? Üçüncü sene meniki. 3-sala. Ha, onda ikkita jetadi sana, ber bu yoqqa podarkaga. Jama qattiq aylandi-ku. Seymi polvon, yo'qman do'st. Sen keldingmi? Hediyeler gelip oğlan. Seymi polvon soldi bir qayga. Kıymak balvan. At kindik at. Algadan Aziz Akan'ın Gredir degen atı menen Jogorku mağaraga Kıymak balvan attı jet. Sayga jet gelip geldi. Halı otile güçlü balvanlarına kırtacak. Şundan da sen gel baba. Balvanlarına havasını versin. Kazakçı sizler meselere yaparsın. Şu kaydıcı kulakları ayda geldi. Eline bağlı. Rahmat bu atletler kabul olsun. Kulakçılar, balvanlar. Polvon soldi hozir. Sen jan torpoqqa ham solding adam, ne oldu? Ya liniyadan chiqib ketding-ba? Nasib qilgan emas ekan-da. Hozir bir tayoqqa soldi to'g'onlari. Aziz nima deding-ba? Jedin toza oldingmi? Kartan tasib qo'ying, shuni kishi aylantirdi. Kurang ayu degan. Adamda şahır öttüdü. Nelaman? Adam attılar. Kiyinki ulak adamca şahı değil. Oldu ketdi nelama savol. Nelama qaçlaq bu? Uçol gündörge jetkirdi. Bağrınızlar saqlamaat. Uçol ulaktan görüşteli. Canım şu men salçında ikki sorun da. Bu qaça sorun bo'ldi? Uçol. To'rtov bo'ldi bu. Oldi ketdi mashina bo'ldi. Bağrınızlarga iyilik. Almanlar iyilik bağrınızlarga iyilik. Elaman uloqlar oqirlaganda jaman qattiq bo'lib ketdi-ku. Bizga kelelek polvonlardan bordi kelgan o'xshaydi-ku. Mana uloqlarning to'xtab qolgan sababi ham bo'ldi-ku. Ko'p polvonlar keldi, jaqshatlar keldi. Mana polvonlar oldi ketdi, bir mashinaga soldi. Ne degani? Klichkas. Aqjal, ha? Aqjal degan ot. Ha, burada o'zini chalib жүргөнсүң-da. Ilgili kelama.